Asosiy maqsadimiz, birinchi maqsadimiz mana shu yerda manzarali gullar, daraxtlar va o'simliklar pitomligida ochmoqchi bo'lganmiz. O'shani tashkil qilganimizdan keyin 2-3 qatorga, masalan, atirgul, lavanda, boshqa o'simliklarni ekkan bo'lsak, bir kuni men Facebookda pользовательlarda chaqirgan edim. Для экскурсий, для рекламы. 2 avtobus, demak, где-то 80 ta odam keldi. Har xil o'tlarimizdan choy qilib berganmiz, asal qo'yganmiz, o'zimiz asalimizdan выпечка qilganmiz. Furshatdan keyin 5 minutmi, 10 minut biza ekskursiyalarni eshitib, bizim mehmonlarimiz shu poliga chopishdi. 2 qatormi, 3 qator bir poloska lavandaga rasmga tushib, lavandovое polе deb, mana shu odamlarning ichida, mana shu mehmonlarimiz ichida ko'plab turizm sohani vakillari bo'lgan. Turoperator, gidlar, aktivniy люди-da. Mana shular ham maslahat bergan.